Assalomu alaykum, hurmatli va izzatli bo'lgan obunachilarim, mani ko'ruvchi insonlar. O'sha akalarimiz, ukalarimiz, sizlarga bitta narsani yetkazishga majbur bo'lib qoldim. Bugun o'sha video chiqaraman 3 kunda dedim, mana videoyim xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Shuni chiqarishga ahd qilib sizlarga yetkazmoqchiman. Birodar azizlar, Rossiyada ishlayib turgan, Rossiya davlatida bo'lib ishlayib turgan insonlar, uylaringga qaytinglar, iltimos. Rossiyada vaziyat chatoq bo'lib ketdi. Mana hozirgacha menga Rossiya davlatidan shu telefon qilib aytishyapti. Mana kecha kuni eshitlayin. Samarqandda o'sha katta qo'rg'onda bir yigitni shu ayovsiz o'sha nima omon guruhlari kaltaklashib, urib o'ldirishib qo'ygan. Hozir o'shanga O'zbekiston elchixonasi, konsuli ishlamayapti bizni nimada Rossiyada. Rossiyaga shuncha telefon qilib aytsa ham bo'lmayapti ekan. Iltimos sizlardan uylaringga qaytinglar, bola chaqa, ota-onalaringning oldiga kelinglar. Iltimos sizlardan. Men sizlarga iltimos qilmasam, do'st bo'lib yordam bermasam bo'lmayapti. Iltimos shoshilinglar uylaringga. Bu O'zbekistonga kelsalar bir kelishib sizlarga bitta boshqa joydan ish topmasak bo'lmaydi. Bu hozir ko'ryapsiz, ahvol qiyin bo'lib ketdi. Men ko'p narsani aytmasam bo'lmaydi sizlarga. Shuning uchun uylaringga shoshilinglar. Akalar, ukalar, singillar, opajonlar. Putin O'zbekistonda tan olgisi kelmayapti. Putinning parakandasiga uchib qolyapmiz. Mana xudo xolasa men ko'p narsani aytyapman. O'zbekistonga kelinglar, O'zbekistonda bitta ish qilamiz sizlar bilan. U yerda bo'lmayapti. Mana o'sha kecha kuni men bitta narsa aytaman, o'sha Andijonda, o'sha Nijnevarskiy tuymenda ishlab, bulovi stonoki deydi, shunda ishlab kelyapgan bola ham o'libdi o'sha yo'lda. O'ldirishlar ko'p bo'lyapti Rossiya davlatida. Iltimos, o'zbeklarim uyingizga qayting. Bu yoqda bola chaqangiz bor, ota-onangizlar bordir, kimnidir ota-onasi bo'lmasa ham bola chaqasi bordir. Uyingizga qaytmasangiz bo'lmaydi. Birodar azizlar, kelinglar, kelmasalaring bo'lmaydi. Bu ertaga nima bo'lib qolishini bilmayapmiz biz ham. Mana kecha Alisher Qodirov ham chiqib aytdi shuni to'g'risida. Men oldin eshituvdim-u, indamay turuvdim. Shuning uchun bugun ahd qildim, shu videoda chiqarmasam bo'lmaydi. Shuni yetkazishim kerak. Meni obunachilarim ko'pi Rossiya davlatida bo'lyapti. O'sha Rossiya davlatida kuzatyapti turgan obunachilarim. Uylaringga qaytinglar. Bu Rossiya o'sha prezidenti, o'sha Dayusi deb aytiladi, ularni kofirlar Dayusi deb aytiladi. Shu Putin Hindistonni tiqib kelyapti. Hindistondan 300 million odam keladi deyapti Rossiyaga. O'zbeklarni o'sha siqishni boshladi. O'zbek degan millatlarim, o'zbek degan illatlarim. Kelinglar, o'zlaringning yurtlaringga qaytinglar. Endi qaytmasalaring bo'lmaydi. Endi bu yoqqa harakat qilmang. Bir ketishni vobshe o'ylamanglar. Bu bilan bo'lmaydi. Mana kecha men gaplashib qoldim, o'sha Germaniya davlatlarida ham ish bor ekan, bu tomonda. Oyliklari yaxshi ekan. Buni ham joy-joyiga yetkazib boramiz hammasini. Men sizlardan yana bir marta so'rayman, iltimos. Bola chaqa ota-onalarning oldiga qaytinglar. Bu Rossiya davlati bizga begona bo'lib qoldi. O'sha 1917-yilga o'xshab qoldi Rossiya. O'zbeklar o'shanga Putin omon gruppasiga yoqmay qoldi. Putin buyuryapti, men eshityapman. O'sha zaложник deganlari bor, o'shalar buyuryapti. O'zbekni chaqib tasha, o'zbekni o'ldirib tasha deyapti. Hech kim haqqingizdan bo'lmaydi. O'zbekiston sizni qutqara ololmaydi. O'zbekiston davlatidan sizga yordam hech kim bera olmaydi. Iltimos,
O'zbeklarim, uylaringga qaytinglar. Bola chaqalarni oldiga kelinglar. Ota-onalaringiz sizni O'zbekistonda kutyapti. Mana eshitib turgan o'sha ota-onalari, o'sha bola chaqalari bu turmush o'rtoqlaringga, o'g'illaringga, farzandlaring, qizlaringga buni yetkazinglar. Chaqiringlar uylaringga. Buni chaqirmasak bo'lmaydi. Mana bu o'zbek degan millat qirilib ketyapti. Bitta ikkita bo'lib ketyapti. O'sha mana Samarqand Kattaqo'rg'onda 30 odam bittasini o'ldirishib Omon gruppasi. Sekin boshlanyapti bular. O'z yurtimizga kelmasalaring bo'lmaydi. Bizning yurtimizni уже nimasidan bo'ladi? O'zbek millatini bu Rossiya yomon ko'ryapti. Rossiya o'ziga qabul qilgisi kelmayapti. O'shaning uchun men kecha elchixona bilan gaplashganman. Elchixonadelar qo'limizdan hech narsa kelmayapti deyapti. Bu yigitlarni qutqarib olish uchun deyapti. Qo'limizdan hech narsa kelmayapti deyapti. Shuning uchun aytaman men sizlarga. Kelinglar mamlakatimizga. O'zimiz mamlakatda bir kelishib bitta ish qilarmiz sizlar bilan. U tomonda o'lim bo'lgandan keyin o'lingiz qolib ketadi ko'chalarda. U bilasiz, mana samolyotga yuklab olib kelisham, o'lik qanchaga tushadi. Shuning uchun tirilingizda qoching deyman. O'zimizni O'zbekiston mamlakatiga kelinglar, iltimos. O'zbeklarim Rossiyada, o'zimiz o'zbeklarim sizlar. Men o'zbek millatiga mansub insonman. Shuning uchun o'zbeklarim sizlarni chaqiryapman. Kelmasalaring bo'lmaydi. O'zimizni o'zbek yurtiga kelmasalaring bo'lmaydi. U tomonda vaziyat chataq bo'lyapti. Vaziyat chataq uchun sizlarga yetkazyapman. Shuning uchun aytaman, biz musulmonmiz inshaalloh. La ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadur rasululloh. Musulmonmiz. O'zbeklarim, yurtingizga qayting. O'sha Rossiya grajdanlari bo'lgan o'zbeklarim, iloji bo'lsa qaytinglar yurtlaringga. Hali sizlarda ham bu qashqatadi bular. Bu Rus davlati odamga piriga do'st bo'lmaydi bular. Shuning uchun aytib hali uni yomon olgandan bo'lmaydi. Yurtimizga qaytinglar, o'zimizni yurtimizda ish qilamiz sizlar uchun. Yo davlatimiz o'ynaydi, yoki o'sha davlatga rahbarlar almashadi ko'pi. Men shuni sizlarga yetkazyapman. Buni qilmasam bo'lmaydi. Kechasi men uyqum bo'lmadi, men sizlarni o'ylab. O'sha biz o'zi birodarlarimiz, biz azizlarimiz, biz aka-ukalarimiz deb bular o'lib ketaversa, o'zbek degan davlatida o'zbek millati qolmayapti. Shuning uchun o'zbeklarim men sizlarga aytyapman. Mani qishlog'imdan ketganlar, boshqa qishloqdan ketganlar. Bitta bir O'zbekiston davlati emas, mana men sizga aytaman, o'sha Tojikiston, Qirg'izistondagi o'zbeklar ham qaytinglar joylaringga. O'zbek degan millatni bular qashqatyapti. O'zbeklarni o'ldirishni birinchi ochilga qo'yib oldi bular. Endi men buni oldini olmasak bo'lmayapti-da. Siz u davlatingiz, o'zingiz davlatingiz sizni himoya qila olmasa, himoya qilmagandan keyin iloji yo'q. O'shaning uchun mamlakatingizga keling, o'zbeklarim. O'zimni o'zbeklarim, kelinglar yurtlaringga. Men shuning uchun video chiqarishga ahd qildim. Video chiqarmasam bo'lmasdi. Nimaga desangiz, bu eshitib turib eshitmaslikka olib o'tib ketsam, juda ko'p odamni yostig'i qurib ketyapti-da. Shuning uchun yostig'i qurilmasligi uchun mamlakatimizga qochinglar. Mamlakatimizga kelinglar. Bu videoni o'sha Rossiyaga tarqatinglar. Rossiya davlatiga tarqatinglar o'zbeklarga, o'sha o'zbeklarga. O'zbekistonda o'zbeklar, o'sha boshqa Qirg'iz, Tojik yurtida o'zbeklar. Sizlarga kuni yo'q u yerda. Kun bo'lmay qoldi. Hozir siz aytyapsiz, batda aytishyapti. Rossiya blogerlari hindlar ketsin, o'zbeklar kelsin, o'zbeklar bizni yaxshi deyapti. Bularning gapi inobatga o'tmayapti. Blogerlarning ham gapi inobatga o'tmayapti. Nimaga desangiz, yatta o'yin bo'lyapti. Rossiya davlatida o'yin bo'lyapti. O'zi biz o'yin davlatiga kirib qoldik. Iltimos sizlardan o'zbeklarim, yana bir marta so'rayman o'zbeklarim, o'zimiz yurtimizga qaytinglar.
o'zimiz yurtimizda xudo xohlasa sizlarga ish qilamiz, ish topishga harakat qilamiz. Odamzod ochidan o'lib qolmasa kerak xudo xohlasa. Ikkita non yemasa ham bitta non yeb o'tirarmiz. Hali yarimta non yesa ham qulog'ing tinch tursa bo'ldi deydi-yu. Ota-onang oldingda bor bo'lsa shunisi yetar deydi. O'sha bitta ketgan bola chaqalaringiz, mana siz Rossiyada davlatda ishlab yuribsiz. Bola chaqalaringiz dadam deydi, otam deydi. Ota-onalar bolam deydi. Ertaga bir narsa bo'lgandan keyin siz bilasizlar-ku, sizlar u yoqda yurib unchalik bilmaysizlar. Bu yoqda odamga qiyin bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos, uylaringga qaytinglar, bola chaqani oldiga, ota-onalar oldiga qaytinglar. Men yana so'rayman, jon o'zbeklarim, qaytinglar uylaringga. Rossiya bizga qorong'u kun bo'lib qoldi. Rossiya bizga tor bo'lib qoldi. O'zbeklarni xo'r qilyapti ruslar. O'zbeklarni o'ldiryapti. O'limdan qochinglar, O'zbekiston mamlakatiga kelinglar. Sizlarga ish topamiz xudo xolasa. Ish topmasak bo'lmaydi. O'zim sizlarga harakat qilishga va'da beraman ish topish uchun. Bo'lmaydigan bo'lsa, boshqacha ish qilamiz. Iltimos kelinglar. E'tiborlaring uchun rahmat. Bu layklarni bosib obunani qilinglar. Obuna qancha layk ko'p bossalar ham obuna bilan bu yetib boradi o'sha ko'p do'stlarimizga. O'sha chekka shu o'rmon joylarda ishlayapti, boshqa shaharda ichida ishlayapti. Shularga yetib boradi-yu bu zaiflarimiz. Iltimos sizlardan iltimos qilib so'rayman, tezroq yurtlaringga qaytinglar. Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi efirda ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.